aytadi. Unda joy birikdi. Nima? Yo'q, Jessini himoya qiladi. Men o'zimni o'zim. Foizani deyman. Bu senga tegishi bilan odamga aylanib qoldik. Bu hududni bilmasam, lekin hozircha ko'raman. Jessa! Jessa! Mana endi bizni ko'rganing o'tasan. Ular haliyam shu yerda. Faqat uni kutishimiz kerak. Nima bo'ldi? Kristof ularni nima ekan? Ular bolalar raqs qanday foydalar tegishi mumkin? Kristal ichida kattalarning kuchlari bor. Menimcha ba'zilari asrlar davomida qamagani uchun ancha tolqon ko'rinishadi. Lekin ular shu paytga cho'qnashgan. Nega uyg'onib Kristof degan begona kelib ketishsa? Yur, o'zdan so'raymiz. Qayerga? Jessa tashlasida. To'g'ri. Ko'rish mumkinmi? Ko'rish mumkin emas. Ular o'qiy olisharkan. Negadir tushunmayapman. Kristof ekaniga ishonching komilmi? Balki uning egizak ukasi. Sen meni hayotimni o'g'irlading. Yaqinlashma. Ular qo'shilib olishgan. Kechirasan. Qochib ketmasdan tutib ol. Xavotir olma. Garfi bilan o'zim shug'ullanaman. Senga ishonaman do'stim. Bizini topganimizda u hali tirik edi. Nimalar bo'lganini aytib berdi. Sizlarga ishonmasdi. Biz tomondamisiz? Istaganimizni qiling. Biz bu yerga to'rtlik uchun kelganmiz. Lekin hozir u judayam ko'p. U bittami? U bitta sehrgar. U qandaydir ko'payish sehrini ishlatyapti. Xudo, qanday ajoyib. Shuning uchun ularni rangga o'chib boradimi? Bu nusxa
ko'chiradigan uskaga o'xsharkan. Xuddi siyosatiga borayotgandek. Sehr bo'lmish. Shuning uchun ularni ortda qoldirgan ekanmiz. Yaxshi, unda yangi reja tuzamiz. Biz qochishni to'xtatamiz. Keyin nima bo'ladi? Ularni birlashtiramiz. Yana bittaga aylantiramiz. Shunda kuchli bo'lib ketish uchunmi? Yodingizmi? Risk ildizlarni paydo qilgandi. Uni faqat shu yo'l bilan to'xtatish mumkin. Bu yerda to'rtlikda bittasi edi. Yana risk mendan katta va kuchli edi. Bugun esa biz juda ko'pmiz. Sizlarga yordam beramiz. Nima qilyapti? Ularni haydayapti. Buni ushlang, to'xtating. Ustidan urushga jang qilishga majburlamoqchi. Aslında bakmıyor. Hiçbir yaptı.